Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqim yaxshi yashasin deb 7 yil umrimni tikib, tizim yaratdim, qonun yaratdim degan gaplarini eshitgansizlar. Kelinglar. Qani Mirziyoyev qanday tizim yaratibdi? Bir ko'rib chiqaylik. Karimov davridagi tizim bilan Mirziyoyev davridagi tizimning farqi bormi? Qani Mirziyoyev davridagi tizimni agar yaratgan bo'lsa, afzalliklari nimada? Mana shu jihatlarni qarab chiqamiz. Shuni bilan birgalikda mana biz Xaloskor Xalq Demokratik partiyasini tuzishni e'lon qildik. Biz partiyaning bosh maqsadini aytayapmiz. Mana shu partiyani tuzishimiz kerak, ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak. Halol raqobatli saylovlarga erishishimiz kerak. Halol va raqobatli saylovlarda biz tanlab saylashimiz kerak. Biz saylagan partiya hokimiyatga kelib hukumatni tuzish kerak. Mana shu yo'l bilan biz qonuniy asosda yakka hokimlik tuzumidan, mana Mirziyoyev aytayotgan tuzumdan xalos bo'lishimiz kerak deb, mana shu Xaloskor Xalq Demokratik partiyasini tuzishni e'lon qildik. Xo'p, qani Mirziyoyev mana shu umrini tikib qanday tizim yaratibdi, qanday qonunlar yaratibdi? Albatta mamlakat ichidan turib mutaxassislar, ekspertlar, olimlar bu tizim haqida, tuzum haqida deyarli gapirishmaydi. Ko'proq maqtaydi, maddohlik qiladi, laganbordorlik qiladi. Bu ulug'lashtiradi, buyuklashtiradi Mirziyoyevni, go'yoki Mirziyoyev bo'lmasa xalq ochdan o'ladigandek ko'rsatishadi. Lekin mana Mirziyoyev davri haqida xalqaro ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab ekspertlar, mutaxassislar, professorlar, kriminal bo'yicha professorlar, xalqaro jurnalistlar ko'plab video chiqishlar qilyapti, intervyular beryapti, suhbatlar qilyapti, xalqaro ommaviy axborot vositalarida maqolalar e'lon qilinyapti. Hatto mana Buyuk Britaniya jurnalistlar tomonidan mana Mirziyoyev davri haqida kitoblar chop etilib, nashr etilib, mana dunyo jamoatchiligi o'qiyapti. Xo'p, Mirziyoyev yaratgan tizim haqida mana ko'plab xalqaro ommaviy axborot vositalari deylik, shu jumladan Ozodlik radiosi, Nastoyaщее время va boshqalar e'lon qilyapti. Turli tillarda, nafaqat o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida, boshqa tillarda mana Shavkat Mirziyoyev davri haqida xulosalar berilyapti, fikrlar berilyapti. Shu jumladan mana Ozodlik radiosi mana katta materiallar e'lon qildiki, Mirziyoyev klasteriga aylanayotgan O'zbekiston degan mavzuda. Yoki mana Mirziyoyevlar amirligi deb materiallarni, dalillarni, asoslarni e'lon qildiki, bu birgina men qaradim, o'sha Ozodlik radiosida birgina o'sha YouTube kanalida 13,5 million marta ko'rilibdi. Axir bu boshqa rus tillarida, ingliz tillarida ham e'lon qilindik. Mana Mirziyoyev qanday tizim yaratibdi? Demak, Mirziyoyevning klasterga aylanayotgan O'zbekiston deyapti. Mana bizning O'zbekiston Mirziyoyevning klaster. Yoki Mirziyoyevlarning
amirligiga aylandi O'zbekiston deyapti. Qanaqa tizim yaratibdi? Mana davlatdagi muhim hal qiluvchi lavozimlarni Mirziyoyev, uning qarindosh urug'lari, oila a'zolari, tanish bilishlari, quda andalari, yaqinlari o'rtasida taqsimlab olindi. Bu masala haqida ko'plab ommaviy axborot vositalarida materiallar e'lon qilingan. Barcha muhim lavozimlarni, hal qiluvchi lavozimlarni qarindosh urug'lar o'rtasida taqsimlab bo'lib olindi. Mana yaratgan tizim. Qanaqa tizim yaratildi? Mana Mirziyoyev davrida kelib, mana korrupsiyani, nepotizmni, qarindosh urug'chilikni qanaqa avj olganligini mana hammamiz ko'rib bilib turibmiz. Mamlakatni korrupsiya botqog'iga, qarindosh urug'chilik, nepotizm botqog'iga botirdi-yu axir. Mana yaratgan tizim, Mirziyoyev yaratgan tizim. Qanaqa tizim yaratibdi? Biz Xaloskor xalq demokratik partiyasi tuzishni e'lon qildikki, shu partiyaga birlashish orqali, uyushish orqali kelinglar. Mana shu Mirziyoyevning yakka hokimligidan qonuniy asosda xalos bo'laylik deyamiz. Shu Xaloskor xalq demokratik partiyasiga birlashish, uyushib, avvalo siyosiy huquqlarimizni qo'lga kiritaylik deyamiz. Men yana bir marta qaytaraman. Nima bu siyosiy huquqlarimiz? Biz mustaqil muxolifatdagi partiyalarni erkin, hech bir to'siqlarsiz tuzish, ro'yxatdan o'tkazish huquqiga egamiz. Bu bizning siyosiy huquqimiz. Lekin mana ko'rib turibsizlarki, 6-7 yildirki tish tirnog'i bilan bizni partiyaga birlashish, tuzish, uyushish huquqimizga qarshi tish tirnog'i bilan kurashib kelyapti. Saylovlar 35 yildirki soxta, raqobatsiz nomiga bunday saylovlarni o'tkazib kelyapti. Qanaqasiga saylov? Raqobat bo'lmasa, tanlov huquqi bo'lmasa, mana shu siyosiy partiyaga birlashib, uyushib, ro'yxatdan o'tkazib saylovlarga kiraylik deyamiz. Shunda nima bo'ladi saylovlar? Halol va raqobatli bo'ladi deyamiz. Demak, biz partiya tuzib saylovlarga kirish orqali navbatdagi siyosiy huquqimiz erkin, halol, raqobatli saylovlarga erishamiz deyamiz. Raqobatli, halol saylovlarda bizning tanlash huquqimiz, ya'ni tanlab o'sha raqobatlashayotgan partiya nomzodlari tarkibidan biz har birimiz tanlab kimga ko'proq ishonamiz, qaysi nomzodga ishonsak bo'ladi, qaysi partiyaga ishonsak bo'ladi, qaysi partiyaning g'oyasi ma'qul, qaysi partiya haqiqatdan mamlakatda o'sha qonun ustuvorligini, erkinlikni, adolatni, taraqqiyotni, farovonlikni qaysi partiya ta'minlamoqchi? Ana shu raqobatdan biz tanlab saylaymiz. Mana bu bizning navbatdagi siyosiy huquqimiz. Biz tanlab saylagan partiya hokimiyatga keladi, hukumatni tuzadi. Hokimiyat kelgan, hukumatni tuzgan partiya saylovchilarga bergan va'dasini bajarishga kiritib, xalqni haqiqiy xizmatkori sifatida, nazoratchisi, xalqning ustidan hukmronlik qiladigan, nazorat qiladigan emas, xizmatkor sifatida xalqqa mana siyosiy faoliyatini olib boradi. Yutqazgan ketadi partiya. Ana shunday qilib hokimiyat uzluksiz almashib turadi. Bu biz
saylovchilarning ko'pchilik ovozini olib, hokimiyatga kelib hukumat tuzgan partiya agar saylovchilarga bergan va'dalarini bajarish yo'lidan og'izsa, xalqning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlari, milliy manfaatga yo'lidan og'izsa, biz ularni to'g'ri yo'lga solib qo'yishimiz kerak. Qanday qilib? Tinch yig'ilishlar qilishimiz kerak. Hukumatga norozilik namoyishlarini, tinch namoyishlarini qilib, sen yurg'izayotgan siyosat ma'qul emas. Milliy manfaatga zid, xalqning manfaatiga zid. Yo to'g'ri yo'lga tushasan, yoki ketasan deb. Mana bunday tinch norozilik namoyishlarini o'tkazish, siyosiy huquqiga erishishimiz kerak. Mana shu yo'lda biz partiya tuzishni e'lon qildik. Demak, partiyaning bosh maqsadi mana Mirziyoyev aytayotgan 35 yildan buyon hukm surib kelayotgan yakka hokimlik tuzumidan qonuniy asosda halol va erkin saylovlarga erishish yo'li bilan xalos bo'lish. Siyosiy partiyaga, ana shu muxolifatdagi Xaloskor Xalq Demokratik partiyasiga birlashib, ro'yxatdan o'tkazib, saylovlarga chiqib, saylovlarni halol, raqobatli bo'lishiga erishib, ovozimiz kuchga aylanib, haqiqiy tanlash huquqimiz ta'minlanib, biz ko'pchiligimiz saylagan partiya hokimiyatga kelib, hukumatni tuzib, hukumat almashib turib, mana shu yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan agar biz mana bu Mirziyoyev tizim yaratdim deyotgan yakka hokimlik tuzumidan xalos bo'lmasak, erkin yashay olmaymiz. Adolatli jamiyatni barpo qila olmaymiz. Mamlakatimizda taraqqiyot demakki farovonlik ta'minlanmaydi. Korrupsiya jilovlanmaydi. Qarindosh urug'chilik, nepotizmga chek qo'yilmaydi. Barham topmaydi. Qonun ustuvorligi, qonunda oldida hammaning bir xilda tengligi, javobgarligi ta'minlanmaydi. Biz ilgarigi chiqishlarimda ko'p bor aytganman. Barcha bizdagi mana shu zulmni, zo'ravonlikni, erksizlikni, adolatsizlikni, kambag'allikni, qashshoqlikni, ishsizlikni, barcha muammolarni mana shu Mirziyoyev yaratdim deyotgan yakka hokimlik tuzumining o'zi hosil qilyapti, yaratyapti. Bu tuzumni qonuniy yo'l bilan, nozo'ravon yo'l bilan, halol va erkin, adolatli, raqobatli saylovlarga erishish yo'li bilan bu tuzumdan xalos bo'lmasak, yaxshi hayot ko'rmaymiz. Erkinlik nima ekanligini bilmay o'tib ketaveramiz ajdodlarimiz kabi. Qani Mirziyoyev yaratgan tim deyapti. Mana shu 7 yil umrini tikib yaratgan tizimda qani erkinlik bormi? Adolat bormi? Mana Freedom House xalqaro tashkiloti bundan bir 2 haftacha ilgari e'lon qildi. Hisobotini e'lon qildiki, O'zbekiston erkin bo'lmagan, erkinlik yo'q mamlakat deb xulosa qildi. Xo'p, mana sizga aytaylik, qani erkinmisiz, erkin emasmisiz? Qani o'zingiz aytingchi, har biriz. Erkinlik deganda avvalo odamlar o'ziday boshqa odamlardan
u militsionermi, davlat xavfsizlik xizmati xodimimi, prokurormi, milliy gvardiyami, hokimmi, prezidentmi, ministrmi qo'rqmasligi kerak. Qani? Militsiya chaqirsa yoki militsiya xonadoningizga kelsa, DXX kelsa yoki chaqirsa, prokuratura desa, milliy gvardiya desa, qo'rqasizmi yo'qmi? Oyog'ingiz qaltiraydimi yo'qmi? Qani ayting. Agar yo'q, men qo'rqmayman desiz, militsiyasidan ham, DXXsidan ham, milliy gvardiyasidan ham, prokuraturasidan ham, hokimidan ham, ministridan ham, prezidentidan ham qo'rqmayman, erkinman deya olasizmi? Agar qo'rqmasangiz, nega ko'pchiligingiz 2023-yilda bergan imzolaringizni qaytarib oldingiz? Qani sizning erkinligingiz? Qani siyosiy erkinligingiz? Qani sizning siyosiy huquqingiz? Konstitutsiyani mana 39-moddasida aytib qo'yibdi. O'zbekiston fuqarolari siyosiy partiyalarga uyushish, birlashish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar. Ularning bu huquqlarni hech biri kamsitishga haqqi yo'q, man etiladi deb qo'yibdi. Nega? 35 yildan buyon O'zbekistonda birorta mustaqil haqiqiy siyosiy partiya tuzilmadi. Nega 35 yildan beri haqiqiy muxolifatdagi partiya erkin shu qonuniy yo'l bilan nega tuzilmadi? Nega mana Mirziyoyev davrida 10 yil mana bo'ldi prezident bo'lganiga, mana yaqinda sentyabr kelsa. Qani 10 yilda bitta siyosiy mustaqil muxolifatdagi partiyaga yo'l berdimi? Labzida turmadi-yu. Nega mana militsioner yoki umuman bularning hammasi nega o'zini prezidentdan tortib hammasi o'zini xalqning ustidan hukmdorman, jazolovchi organman, men nazorat qiluvchi sifatida tutadi o'zini. Hech xalqning xizmatkori sifatida emas. Siz biron marta ayta olasizmi? Gap qaytara olasizmi? Mana uyingizga bostirib kiraman desam, yo'lini to'sa olasizmi? To'ssangiz nima deydi? Kirmaysan uyimga. Nima haqqing bor desak, nima deydi? Sen menga qarshilik qilyapsan. Qonuniy buyrug'imga qarshi turibsan deb sizga ish qo'zg'aydi. Mana uyingizga istagancha bostirib kiradi. Talonchilik qiladi istasa. Ochiqdan ochiq kuppa kunduzi. Qani qarshi turingchi? Nima deydi? Hokimiyat vakilining qonuniy talabiga bo'ysunmadi. Qarshilik qildi deydi. Hujjatni tuzadi. Bu qasamiyotiga, qonunlarga xiyonatkor. Bu sudyalar, sudya emas bular. O'tkazib beradi. Qani erkin yashayotgansiz? Agar siz shu mamlakatda o'zizday odamlardan u kimligidan qat'iy nazar prezidentmi, DXXmi, ministrmi, hokimmi qo'rqmasdan yashayotgan bo'lsangiz, qo'rqmasdan fikrlaringizni aytayotgan bo'lsangiz, qo'rqmasdan hamma joyda haqiqingizni talab qilib ayirib olayotgan bo'lsangiz, unda erkin yashayapsiz degan deyish mumkin. Hali moddiy jihatini aytmayapman men. Prezident xalq qabulxonalarini yaratdi. Osmonlarga chiqarishdi. Mana yangi tizim, mana adolat o'rnatiladi. Ha o'zi mana ilgariroq ko'rdilar. Xalq qabulxonalarini ahvolini aytib, hammasini ishdan bo'shatdim dedi. Yaqinda mana shu xalqning murojaatlari bo'yicha aholining noroziligi masalasida mana aytdi. Xo'p, xalq qabulxonasini
Prezident xalq qabulxonasi bilan keling. Karimov davrida qanday edi? Bu Mirziyoyev aytayotgan qani xalq qabulxonasi, prezident xalq qabulxonasi qanday ekan bu yaratgan tizim tarkibidagi. Karimov davrida mana shu qabulxona aholini murojaatlar bilan kelib qabul qilasi o'sha prezident devoni binosida edi. Kelib murojaat qilardi yozma. Tepadan o'sha prezident devonida xodimlari, konsultanti, bosh konsultanti, davlat maslahatchisi o'rinbosari, hatto davlat maslahatchilari tushib kelardi. Eshitardi sizni muammozni. Oldizcha telefon qilar edi, sudgami, prokuraturagami. Yetib kel bu yoqqa derdi, prokuraturadan yoki suddan yoki boshqa vazirliklardan zudlik bilan yetib kelar edi. O'sha yerda masalani ko'rar edi. Har holda Manja adolatli hal qilindi hamma murojaatlarda aytganim yo'q. Men mana bu tartibini aytayapman. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Shunday ayollar bo'lganki, qattiq talab qilganda bir davlat masalasi chiqib ketinglar dedi. O'rnidan turib. Men o'zim ko'rganman. Ayollar turib, "Sen chiqib ket" dedi. "Sening uyinga kelganimiz yo'q biz" dedi. "Va prezident tutsin Karimov" dedi. Xullas mana shunday tartib bor edi. Murojaatingizni kimni ustidan murojaat qilgan bo'lsangiz, qaysi organga yoki idoradan qilsangiz, uning o'ziga yuborilmas edi. Hozir qanaqa? Xalq qabulxonasi. Ko'plar bilmaydi. Jamoatchilik. Borasiz prezident xalq qabulxonasiga. Dardingizni aytasiz, eshitadi. O'sha murojaatingizni, arzangizni beradi siz. Bilasizmi? Hamma gapingiz, aytgan gapingiz o'sha yerda qolib ketadi. Ular sizning yozma murojaatingizni, arzangizni kompyuter orqali qayergadir yuboradi. 13 ta ekspertlar o'tirganimiz. O 13 ta ekspertlarni hech kim bilmaydi. Qayerda o'tirishini, kimlarligini. Ular kompyuterda qarab, sizning murojaatingizni, arzangizni qayerlarga yuboradi, Xudo biladi. Yuborgan joyi ko'radi, o'qiydi, o'qimaydi, o'rganmaydi ham. Men buni dalillar yetarli uchun aytayapman. Kompyuterga kiritib qo'yadi. Javobini bo'ldi, tugaydi. Mana yaratgan tizimi. Qarang. Mana Karimov davrida tashqi qarz 6 milliard edi. 6 milliarddan 9 milliard dollargacha deb mana ma'lumotlar e'lon qilib turiladi. Bu Mirziyoyev davriga kelib tashqi qarz qanchaga o'sdi? 75-77 milliard dollar. Qani uning samarasi? Qani ish o'rinlari? Nima? Mamlakatdan ish qidirib, xorijiy mamlakatlarga chiqib ketuvchi mehnat muhojirlari soni ko'paydimi, kamaydimi? Qani aytinglar. Qanaqa tizim yaratibdi? Yoki qaranglar. Qancha xalqdan oldiga va'da berdi? Daromadlar deklaratsiyasi kiritiladi dedi. Necha yillar bo'ldi buni aytib kelayotgani. Har yil aytadi. 20-yillar aytdiki, kambag'allik chegarasi bo'yicha qonun qabul qilamiz dedi. Qani qabul qilgan? Qabul qildimi? Qancha va'da berdi? Hokimlarni o'zlaring saylaysizlar, xalq saylaydi dedi. Qani? Hokim butun boshli tuman, viloyatni, xalqini 3 million undan ko'p viloyat xalqini, tuman xalqlari o'sha 150 mingdan 400 minggacha xalqni eshitadimi o'shalar? Eshitmaydi, chunki ular yaxshi biladi. Uning o'sha lavozimda ishlamasligi umuman taqdiri bitta Mirziyoyevga bog'liq ekanligini, o yerdagi 400 ming yoki 3 million xalqqa
Qo'lini siltab qo'yadi. Eshitmaydi. Qani va'dasini bajarganlik? Qaysi va'dasini bajaryapti? Qanday tizim yaratibdi? Viloyatlarga boradi yoki video selektorlar o'tkazadi, shuncha pul berdim deydi. Shuncha pul olib keldim deydi. O'ylab qolasan. Go'yoki Mirziyoyev xalqni boqayotganday, Mirziyoyev bo'lmasa xalq ochdan o'latiganday. U o'zi ishlab topgan milliard dollarlab ishlab topgan pulni xalqni berayotganday. Mana shu gapiradi. Butun dunyoda shundayki, o'sha parlamentni siz o'sha prezidentlar, bosh vazirlar bir tanga ololmaydi, ishlatilmaydi. Mana Trump Kongressdan qancha pul so'rayapti? Eronga qarshi urushni davom ettirish uchun bermayapti Kongress. Mirziyoyev nima deydi? Shuncha pul olib keldim. Shuncha pul berdim. Qayerdan beryapti? Aytmaydimi? Axir xalqning hisobidan xalq barcha sharoitni bola chaqasi, nabirasi hammasiga qilib berib qo'yibdi. Xalq hisobidan yashayapti shohona. Xalq bir kishi bir oyga 715 mingga mana yashaysan, kambag'al emassan, 715 so'm to'g'ri kelyapti bir oyga deyapti. Endi xalqning mablag'ini istagan miqdorda, istagan tomonga mana ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalarida aytiladiki, berdimi yo'qmi, menda dalil yo'q, lekin tarmoqlardagi holatni aytayapman. Mirziyoyevga AQShga 100 milliard dollar investitsiya kiritishga yoki mana o'sha Trumpning tinchlik o'sha kengashiga kirish uchun mana 1 milliard dollar berdimi yo'qmi bilmadim. Mana bular haqida mana ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida xalq aytayapti-ku. Kimdan so'rayapti xalqni pulini? Biror joyda hisobot beradimi? Yoki mana Karimov o'z davrida bir yoqqa borsa ham, kelsa ham, viloyatga chiqsa ham, chet elga chiqsa ham, hamma vaqt ketayotganda ham, kelayotganda ham, aeroportda ham, yo'lda ham hamma joyda intervyu berar edi. Bu 10 yilda bir marta intervyu berdimi? Nima qilyapti o'zi? İstagancha mablag'ni istagan tomonga ishlatadi, yo'naltiradi. Hech kim tiyib ham turmaydi. Nima qilyapsan deyolmaydi hech kim. Pulni ishlab topib berayotganday, "Men buncha pul berdim, buncha pul olib keldim" deyiladi. Shuni yaratgan tizim. Mana moddiy ahvolimizga, tirikchiligimizga kelsak. Bundan 5-6 kun oldin mana ijtimoiy tarmoqda Samarqandda yashovchi, Samarqand shahrida yashovchimi, hozir Samarqand shahrida yashayapti yoki xorijda ishlayaptimi, mana videosini chiqishini ko'rib qoldim. Samarqand shahrida mana onam, yashovchi onam Karimov davrida 2014-yilda 630 ming so'm pensiya olar edi. Go'shtni narxi Samarqand shahrida 22 ming so'm edi. Onam 630 ming so'm pensiya puliga 30 kilogram go'sht berar edi. Qani bugun 30 kilogram go'sht olishingiz uchun qancha pensiya pulingiz bo'lishi kerak? Mana go'sht, mana Toshkent, Karsinka va boshqa magazinlarda 150, 160, 170 ming so'm 1 kilogram. 30 kilogram go'shtga kamida 4 million so'm pensiya bo'lishi kerak. Nima?
4 million so'm pensiya olayotganlar ko'pchilikmi? Qanchani tashkil etadi? Yoki mana o'sha Karimov davrida har yili eshaqi pensiya stipendiyalari 2 marotaba ko'tarilardi. Hammasi yaxshi bilasiz, 10-15%. Ya'ni aholining daromadlarini, pensiya eshaqi stipendiyasini inflyatsiya darajasida ushlab borish siyosati olib borilardi. Iqtisodiy siyosat. Qani Mirziyoyev davrida yiliga necha marta oshadi? 1 marta. 7, ko'pi bilan 10%. Nar qanday shiddat bilan o'syapti? 25, 30, hatto 50%. Qani turmush o'syaptimi? Bularda uyatisi yo'q. Mana nafaqat mamlakat ichkarisida, butun dunyoga yuksak minbarlardan turib aytayaptiki, biz kambag'allikni mana qisqartirib tashladik. Bu foizga tushirib tashladik deb. Vaholanki 715 ming so'm bir oyda bir kishiga mana to'g'ri kelsa sen to'q odamsan deyapti. Mana 715 ming so'm bilan bir oyda yashay olasan, normalni yashaysan deyapti. Sen kambag'al demaymiz biz deyapti. Shumi uning yaratgan tizimi. Qani kelinglar mana Mirziyoyev oilasi bilan mana har bir nabirasiga, mana o'g'il qizlariga, ayoliga, o'ziga mana ko'rsatsin. Har biriga 715 ming so'mdan mana bir oyda to'g'ri keladigan pulga bir yashab ko'rsatsin, biz qoyil qolaylik. Mana gaz ber, svet ber, metan ber deya mana qishdan ham chiqib oldilariz. Chiqib oldik. Lekin qish har yili kelaveradi. Demak, sizning gaz, metan, svet ber degan muammoz har yili takrorlanaveradi. Har ahvol qani yaxshilandimi? Qishdan chiqib oluvdiz, bahorga yetib keluvdiz, yangi muammolar girdobiga qoldiz. Mana hafta yoqilg'i quyish shoxobchalari, metanda, uy-joy, mashina oldi sotisida mana naqd pul ishlamaydi endi. Plastik. Mana plastik pulli. Plastik olganingiz uchun pul to'laysiz. Plastikka pul tushirish uchun foiz to'laysiz. Plastikdan pul yechish uchun foiz to'laysiz. Plastikdan turli to'lovlarga o'tkazish uchun pul to'laysiz. Hammasi pul. Soliq to'laysiz, jarimalarni to'laysiz, otni kallasiday. Shundan keyin ham mana har bir kommunal to'lovni boshqa hammasiga to'laysiz plastik uchun. Umuman Karimov davrida qani bir tasavvur qilingizlarchi, jarimalar, soliqlar miqdori Mirziyoyev davridagidek edimi? Hop. Albatta Mirziyoyev prezidentligining birinchi 2 yilligida ma'lum ijobiy ishlarni amalga oshirdi. Chegaralarni ochdi, qo'shni, qardosh, qondosh mamlakatlar bilan aloqalar tiklandi, yo'lga qo'yildi, konvertatsiya. Mana yo'lidagi barcha to'siqlar olib tashlab erkin konvertatsiyaga o'tildi. Bularni biz inkor etmaymiz. Lekin shuni bilan Mirziyoyevning bu islohotlari tugadi. Qanaqasiga yangi O'zbekiston bor? Ko'p sohalarda ahvol og'irlashib ketdi-yu. Mana jarimalardan boshimiz chiqmaydi, uni otni kallasiday qarang. Kichkinagina pensiya olasiz. Darhol har qanday kommunal to'lovlarmi, boshqalarmi hamma sizdan so'ramayman deb nafaqasiga qaratib qo'yadi. Umid qilasiz.
Şu pensiyangizni olganda bir dori-darmon olishni yoki bir go'sht-po'sht olishni, bir go'sht iste'mol qilishni yo'q. Pensiyangizga qaraysiz, uni yarimi yo'q. O'zi million o'sha atrofda pensiyangiz. Jarimalarni ahvoliga qaranglar. Qani Karimov davrida shunaqamidi? Karimov davrida pensiya, nafaqa, stipendiyalar yiliga 2 marta 10-15% o'ssa, jarimalar bunaqa miqdorda bo'lmasa, Mirziyoyev davrida-chi 7-10%, narx-navo 30-40, 25%, jarimalar shunaqa katta miqdorda, soliqlar katta. Shumi iqtisodiyotning tizimi. Mana O'zbek so'mi yozib qo'yibdi. O'zbekiston so'mi respublika hududida hamma to'lovlar uchun o'z qiymati bo'yicha qabul qilinishi shart deb yozib qo'yilibdi. Qani qonun? Bu bizning milliy valyuta o'zbek so'mi dunyodagi eng qadrsiz valyutalardan biri hisoblanadi. Endi buni mana qabul qilinishi cheklandi. Lekin pulda yozib qo'yilibdi. O'z qiymati bo'yicha qabul qilinishi shart barcha to'lovlarga deb qo'yibdi. Qani qonun? Demak, muomaladan bu pulni hammasini yig'ishtirib olish kerak. Faqat plastik ishlash kerak. Barcha to'lovlar uchun shart bo'lsa. Qani qonun? Bosh-boshliqlik, tuturuqsizlik. Odamlar dod deyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Qani Konstitutsion sud, uning raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov a'zolari qayoqqa qarayapti? Nega chiqarilayotgan bu qarorlar, farmonlar, qonunlarni konstitutsiyaga muvofiqligi yoki muvofiq emasligini nega tekshirmaydi, qaramaydi deb. Qachon Konstitutsion sud qachon adolatga, konstitutsiyani himoya qilib adolatga xizmat qilgan? Qani aytinglar. Mana men bir nechta misollar keltiraman. Mana Karimov vafot etdi 2016-yil. Konstitutsiyada aniq qilib yozib qo'yilibdi. Prezident o'sha umuman layoqatsiz holatga kelsa, vafot etsa, kasal bo'lsa, o'z prezidentlik vazifasini bajara olmay qolgan holatga tushsa, 3 oy davomida prezidentlik vazifasini bajarish Senat raisining zimmasiga yuklanadi deb qo'yildi. Konstitutsiya bu. Lekin nima bo'ldi? O'sha vaqtda Senat raisi hozirgi bosh prokuror Ne'matilla Yo'ldoshev chiqib, mening tajribam kam, qo'limdan kelmaydi dedi. Qo'lingdan kelmasa, tajriban kam bo'lsa, tush tajribam kam deydi. Senatorlar boshqa. Qo'lidan keladiganini saylasin, o'sha prezidentlik vazifasini bajarsin. Yo'q, yana aytdiki, bosh vazir Mirziyoyev zimmasiga yuklashlaringizni so'rayman deb. Nima, konstitutsiyaga shunday huquq berilganmidi? Ne'matilla Yo'ldoshev mening shaxsiy fikrim, tarixga kiradi. Konstitutsiyaga xiyonat qilgan shaxs odam sifatida. Mening bu shaxsiy fikrim. Nima qildi? Ommaviy axborot vositalarida Shavkat Mirziyoyev haqida hozir mana ko'klarga ko'tarib gapirayotganlar ham o'sha davrda Mirziyoyevni uzurpator deb e'lon qildi. Ya'ni mana shu prezidentlikni qonunga xilof ravishda tortib olish, egallab olishni uzurpator deydi. Mana deb e'lon qilishdi. Xalqaro ommaviy axborot vositalarida turibdi. Uzurpator Mirziyoyev dedi.
prezidentlikni konstitutsiyaga xilof ravishda tortib oldi dedi. Bugun ko'klarga ko'taryapti. Mening fikrim shunday. Tariq Mirziyoyev uzurpator bo'lib kiradi. Mening shaxsiy fikrim, kim rad etiladi? Konstitutsiyani oyoq osti qilib, o'sha 2016-yil 8-sentyabrda prezidentlikni qonunga xilof ravishda tortib egallab olganligini. Mana sizga nima bo'ldi? Konstitutsion sud biror narsa dedimi, o'tirdi-yu. Yoki navbatdagi. Mana o'sha ilgarigi konstitutsiyaning 58-moddasiga zid ravishda amaldagi 5 ta partiya pensiya jamg'armasidan, ya'ni pensionerlarning mablag'idan moliyalashtirib kelingan. Shuni biz arza yozib, biz mana bu 2 marta siyosiy partiya tuzgan tashabbuskorlar arza yozdik, yig'ildik-da. Mana shu konstitutsiyaning 58-moddasiga zid ravishda bu amaldagi faoliyat qilayotgan 5 ta partiya pensionerlarning pulidan, pensiya jamg'armasi mablag'laridan moliyalashtirib kelinyapti. Bu konstitutsiyaga zid dedik. 58-moddaga arza yozib bordik. Konstitutsion sudga. Konstitutsion sud prezident administratsiyasi binosida joylashgan. Nima qilishdi? Kuch ishlatar tuzilmalar son sanoqsiz bizga tashlanib, kuch ishlatib, qanchalarni qo'llarini burib, urib, mashinaga tiqib, militsiya bo'limlariga olib borib, ayrimlarimizni 15 sutkaga tiqdi. Mana biz atiga arza yozib, 4 million pensionerlarning pensiya jamg'armasi pulidan bu 5 ta siyosiy partiya moliyalashtiriliapti. Pensionerlarning pulini yeyapti bular. Bu konstitutsiyaning 58-moddasiga zid. Shuni qaranglar deb konstitutsion sudga arza yozib bordik. Mana bizni kuch ishlatdi, mashinalarga tiqdi, olib borib ayrimlarimizni 15 sutkaga qamadi. O'tirdi ichkarida. Ot kallasiday maoshlarini olib, pinagini ham buzgan yo'q. Nima qilyapsizlar ham degan yo'q. Mana Konstitutsion sud, uning raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov va a'zolari, oldingi Oliy sud raislari bu yakka hokimlikka xizmat qilgandan keyin olib borib Konstitutsion sud a'zosi qilib qo'yadi, sudyasi qilib qo'yishadi. Ular o'tiradi. Ot kallasiday 80 ga kirganda ham oylikda olib, xalqning hisobida. Xalqning manfaatini shular konstitutsiyani himoya qiladimi? Yoki navbatdagi mana Karimov davrida O'zbekistonning har bir fuqarosi to'g'ridan to'g'ri arza yozib, konstitutsion sudga murojaat qilishga haqli edi. Mirziyoyev davriga kelib nima qildi? Fuqarolarning bunday huquqdan mahrum qilishdi. Konstitutsion sudga arza bilan murojaat qilish uchun oldin bu tuman sudiga, shahar sudiga, viloyat sudidagi hamma bosqichlariga, oliy sudga, hammasiga murojaat qilib chiqib, ulardan javob olib chiqishing kerak. Necha yillar o'tadi. Agar javob bersa, mana Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi qabul qiladi, uni gaplashamiz hali. Qani shu biror marta imzo qo'yib javob beradimi? Bermaydi, o'tiribdi. Manday o'sha Oliy sudning dan uning raisigacha javob olib chiqqaningdan keyingina Konstitutsion sudga murojaat qilishing mumkin. Karimov davrida to'g'ridan to'g'ri murojaat qilar eding. Mana bundan ham mahrum qildi. Mirziyoyev mana uning yaratgan tizimi, huquq sohasidagi qonun yaratganimiz. Xullas mana qishdan dod deb metan, gaz,
Svet ber deb chiquvdiz, mana yangi muammolar girdobiga qoldiz. Mana endi qarangki, 3 oy agar mamlakatdan tashqarida bo'lsangiz, pensiyangizni to'xtatib qo'yadi. Buni ko'plaringizni xorijda farzandlaringiz bor, nabira o'g'il qizlaringiz bor. Yoki qo'shimcha daromad topishga majbur bo'lib ketasiz, bu O'zbekistonda imkon yo'q. 3 oy O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz, pensiyangizni to'xtatib qo'yishadi. Sizlar kimsizlarki pensiyasini to'xtatib qo'yasiz? Nima? Pensioner O'zbekiston fuqaroligidan chiqarildimi yoki vafot etdimi? Nima haqlaring bor? Kimsizlar o'zi sizlar? O'zbekistonni korrupsiyaga, nepotizmga, qarindosh urug' botqog'iga, qarz botqog'iga botirgan odamsizlar. Ha u nima haqlaring bor? Pensionerlarni pensiya nafaqasini to'xtatib qo'yishga yoki mana har 5 yilda tex pasportni almashtirasiz endi. Otni kallasiday necha millionlab har 5 yilda pul to'lashingiz kerak. Ha bu masalalar boshqa mamlakatlarda, rivojlangan mamlakatlarda allaqachon hal etilgan, elektron shaklga o'tilgan. Mana plastikni gapirdik. Mana qarang, qardosh, Qozog'istonda plastik olish ham, plastikka pul solish ham, pul yechish ham, pul o'tkazish ham hammasi tekin. Hech foiz olinmaydi deb mana ommaviy axborot vositalarida aytilyapti. Plastiklar bilan birgalikda naqd pul o'sha bab-baravar bir xil qiymatda ishlaydi. Qanaqasi? Qani shumi Mirziyoyev yaratgan tizimi? Yaratdi tizim. Korrupsiyalashgan, korrupsiya botqog'iga botgan, total korrupsiyaga yetgan, nepotizm qarindosh urug'lari, quda andalari, tanish bilishlari davlatning muhim lavozimlarini egallab olgan, muhim soha tarmoqlarini nazorat qiladigan mana shu tizim yaratdi. Qanaqa tizim yaratibdi? Agar mana biz tuzishni, birlashishni, uyushishni e'lon qilgan Xaloskor xalq demokratik partiyasiga birlashib, uyushib, siyosiy huquqlarimizni qo'lga kiritmasak, hayotimiz, aholimiz, tirikchiligimiz xorizorlikdan iborat bo'ladi. Yanada og'irlashib boraveradi. Biz shu Xaloskor xalq demokratik partiyasiga birlashsak, uyushsak, millionlab odamlar birlashsak, bu ro'yxatdan o'tkazishga majbur bo'ladi, titraydi. Agar biz 20, 30, 40 ming, 50 ming birlashsak, bular yo'l bermaydi. Agar biz 300 ming, 500 ming, hatto millionlab birlashsak, titraydi. Qarshilik qilolmaydi, to'siq qo'yolmaydi. Qolaversa 1 millionlab xalq birlashsa, kuch ishlatar tuzilmalarining tarkibidagi imonli, hayoli, insofli, qonunlarga, qasamiyatiga xiyonat qilmaydigan, xalq manfaatini ustuvor qo'yadigan kuch ishlatar tuzilmalarning xalq tomonida bo'ladi deb hisoblayman. Buning uchun bir necha yuz minglab, millionlab birlashsak. Endi mana shu partiyaga birlashsak, bu bizning partiyaga birlashish, tuzish, mustaqil muxolifat partiyani siyosiy huquqimiz. Buni bermayapti, aytdim ko'p bora. Million bo'lib birlashsak, tiqqatalmaydi. Siyosiy huquqimizni qo'lga kiritamiz, partiyaga birlashish huquqimizni. Buni qo'lga kiritdikmi, saylovga ishtirok etamiz.
saylov halol raqobatli bo'ladi. Mana 35 yildan buyon kelayotgan soxta saylovlardan xalos bo'lamiz. Haqiqiy halol raqobatli saylovlarga erishamiz. Mana bu huquqimizni qo'lga kiritamiz. Bu saylovlarda men borsam bormasam hech narsa hal bo'lmaydi. Hamma narsa oldindan saylab qo'yiladi degan fikrlardan forig' bo'lamiz va mening har birimizning ovozimiz haqiqiy kuchga aylanadi, ega bo'ladi. Bizning har birimizning ovozimizni qo'lga kiritish uchun siyosiy maydonda raqobatlashayotgan partiyalar o'zlarining halol, pok, bilimli, ilmli, o'zining sohasining bilimdoni bo'lgan nomzodlarini saylovlarga chiqaradi. Hozirgiday ro'yxatdan tuzilmaydi. Biz tanlab saylaymiz. Mana tanlash huquqimiz, siyosiy huquqimiz ta'minlanadi. Har birimizning ovozimizni olish uchun jon berib ular raqobatlashadi. G'oyalarini, mamlakatni qaysi yo'ldan olib borib, qanaqa qilib qonun ustuvorligini, erkinlikni, adolatni, taraqqiyotni, farovonlikni ta'minlashning aniq yo'llarini, usullarini hammasini bizning oldimizga aytadi, bayon qiladi, eshitamiz. İçinden chertib tanlaymiz. Har bir nomzod pokmi, korrupsiyadan xolimi, bilimlimi, ilmlimi, mutaxassismi, xalqparvarmi, sadoqatlimi xalqi vataniga, hammasini ko'ramiz. Mana bu saylovga erishamiz. Hatto ularning sog'ligi ham e'lon qilinadi, ma'lumotlar. Qani, badanida dardi bormi, yo'qmi? Bizning tanlash huquqimiz ta'minlanadi. Ana shunday qilib biz halol raqobatli saylovda saylagan partiya keladi, ko'p bora aytdim, hokimiyatga. Ular hukumatni tuzadi. Yakka hokimligidan mana Mirziyoyev aytayotgan mamlakatni qanday holatga keltirgan korrupsiya, nepotizm, qarindosh urug'chilik botqog'iga qarzga botirgan mana bu tuzumdan, yakka hokimlikdan qonuniy yo'l bilan, nozo'ravon yo'l bilan xalos bo'lamiz. Hokimiyat almashib turadi. Nima bo'ladi shunda? Korrupsiya jilovlanadi. Qarindosh urug'lik, quda andachilikka chek qo'yiladi, davlat lavozimlarini egallashdi. Qonun ustuvorligi, qonunda oldida hammaning bir xilda tengligi, javobgarligi ta'minlanadi. Shunday sharoitda erkinlik, adolat, taraqqiyot, farovonlik ta'minlanadi. Bu militsiyadan tortib generalimi, ministrimi, hokimimi, prezidentimi o'zini xalqning ustidan hukmdor emas. Xalqning jazolovchi organ emas yoki jazolovchi militsiyalar emas. Xalqning ustidan nazorat qiluvchilar emas. Xalqning xizmatkori sifatida o'zini tutadi. Biz hammasini shu partiyani tuzib ro'yxatdan o'tkazib saylovlarga kirib shunday halol raqobatli saylovlarga erishish orqali hammasini ramkaga solib qo'yamiz. Hammasini oddiy sabdoridan tortib prezidentigacha ramkaga solib qo'yamiz. Bizning xizmatkorimizga aylanadi. Hech qachon o'zini ular bugungiday pul berdim, pul olib keldim, mana senga deb istagan tomoniga mana shuncha pul, istagan joyga men qurib beraman deb emas. Yo'q. Men xalq yo'llagan sabdorman, militsionerman, deputatman, hokimman, prezidentman, xalqning xizmatidagi odamman. Agar pok yashamasam, korrupsiyadan xoli holda pok bo'lib faoliyat qilmasam, bir kunga meni tushirib ham qo'yadi, jazomni ham beradi,
Turmaga ham oladi kerak bo'lsa bu xalq. Qayerdan tushdi bu? Saidasi, Shohnozasi. Davlatning eng yuqorisi kim o'zi ular? Qayerdan keldi? Xalqning 38 million xalqning taqdiri nima? Mirziyoyev bilan Saidaga qoldimi? Mana unday partiyaga birlashsak, ana shunday bular hammasi bizning xalqning, saylovchilarning, aholining xizmatkori sifatida o'zini tutadi. Bugungiday hukmdor, jazolovchi, nazorat qiluvchi emas, mana qarang. Kimga kerak? Mahallalardagi 7 ta nazoratchi bular. Ana hokimiyatga yetkazadi, informatsiyani organlarga yetkazadi. Ya'ni mahallada shu 7 ta kim o'zi ular? Yo'q, mahalla ahlini nazorat qilib turish kerak. Nima karom xizmat qiladi ular? Mana hamma tomonda bu Mirziyoyev yaratgan tizim nazorat qilish kerak. Ushlab turish kerak. Mana shu kunlarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining prezidenti akademik Shavkat Ayupov mana intervyu beribdilar. O'zbekistonda fanning, ta'limning olati qanchalar abgorligini aytayaptiki, dissertatsiyalar yaqlash 10 barobarga ko'paydi deyapti. 10 barobarga. Qani? Qani mamlakatdagi muammolar. Birorta shu 10 barobarga ko'paygan bo'lsa, qani 35 yilda 10 ta texnologiya yaratilibdimi O'zbekistonda jahon bozoriga? Mana raqobat bardosh. Dunyo mamlakatlari o texnologiyani tortishib, talashib xarid qilib oladigan qani texnologiya yaratildimi? Bu qanaqasi? 10 barobarga bu olimlar dissertatsiyalar ko'paygan bo'lsa. Og'ir so'zlarni o'qib turibman. Men ham ijtimoiy tarmoqlarda. Yo deydi, bu ilmiy daraja unvonlar mayli endi unga ham bunga ham berilyapti deydi men. U ishlatilgan so'zlarni aytmayapman. Ta'limchi, qarang, akademik Shavkat Ayupov aytayapti. Xususiy maktablar, universitetlar bular tashkil topdi deydi. Ish haqini yuqori belgiladi deyapti. Ma'lum davlat oliy o'quv yurtlari maktablaridagi kuchli mutaxassislar xususiyga o'tib ketdi deyapti. Lekin xususiydagi o'tirgan bu talaba o'quvchi qabul qilmaydi, unday qobiliyatga ega emas deyapti. Davlat muassasalari, oliy o'quv yurtlari, maktablari, universitetlari mana bunaqa bilimli, malakali o'qituvchi, dotsent, professorlardan mahrum bo'ldi deydi. Mana ahvol deydi. Umuman ta'limmi, sog'liqni saqlashmi hammasi mana muhitga bog'liq. Muhit yakka hokimlikdan iborat, zulm, zo'ravonlikka tayangan, korrupsiyaga, yolg'onga, xudoandachilik, nepotizmga asoslangan tizim bu yerda. Bu yerda ilm, ma'rifat, fan o'ladi. O'lib bo'ladi bora-bora. Mamlakat to'g'ri qaloqlik sari, qashshoqlik sari ketaveradi. Shuning uchun birdan bir qonuniy yo'limiz siyosiy huquqlarimizni qo'lga kiritish. Yana bir marta aytaman. Siyosiy huquqlarimiz bu biz mustaqil muxolifatdagi partiya tuzish, birlashish. Siyosiy huquqlarimiz bu partiya saylovlarga kirish. Siyosiy huquqlarimiz bu saylovlar halol, raqobatli bo'lish. Siyosiy huquqlarimiz bu halol, raqobatli saylovlarda ovozimiz haqiqiy kuchga aylanib, tanlab raqobatlardan chertib saylashimiz.
hokimiyatga olib kelishimiz. Biz hokimiyatga olib kelgan partiya hukumat tuzishi. Yakka hokimlik tuzumidan xalos bo'lishimiz. Agar hatto biz saylagan, tanlab saylagan, partiyadan tuzilgan hukumat agar milliy manfaatga, bizning erkinligimiz, adolat, farovonligimiz yo'lidan faoliyat qilishdan og'ishadigan bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga solib qo'yish uchun tinch yig'ilishlarni, miting, ko'cha yurishlarni, yuksak siyosiy madaniyat bilan mamlaqa qilish, bu bizning hammasi siyosiy huquqlarimiz. Shu siyosiy huquqlarimizni qo'lga kiritmasak, ahvolimiz og'irlashib, mamlakatdagi bu hozirgi korrupsiya total, nepotizm, qarindosh urug'lik, quda andachilik, bu botqoqliklardan yana tub-tubiga tushib cho'kib boraveramiz. Mamlakat qaloqlik botqoqqa ham botib boraveradi. Aholimiz og'irlashib boraveradi. Bolalarimizning xorijiy mamlakatlarda darba-dar bo'lib ish izlab chiqib ketishi soni ko'payib boraveradi. Ular bu xorijiy mamlakatlarda Rossiya shu jumladan turmalarida turish, urushlarda majburan jalb etilish, ular qurbon bo'lib mayitlari qayerlarda qolib ketishi boraveradi. Endi aytmoqchiman, mana 60 yoshdan o'tgan insonlarga, odamlarga, mana 60 yil va undan yuqori yoshda yashab keldingiz. Qani shu umringiz davomida qo'rqmasdan yashab keldingizmi? Shu umringiz davomida qanday tuzumda yashab keldingiz? Qo'rqib, titrab yashab keldingiz axir. Qo'rqib yashayapsizmi? Demak, quldek yashab keldingiz. Qani shunday tuzumni avlodlarimizga ravo ko'rib qoldirib ketamiz. Qanaqa biz odam bo'ldik? Xo'p, o'zimiz yashadik, qo'rqib, titrab, quldek. Kelinglar, baribir o'lamiz. Hamma o'ladi, hammamiz o'lamiz, o'lasizlar. Kelinglar, bu yoqqa qancha qoldi? Kelinglar, kurashib, bolalarimiz, avlodlarimiz uchun bir erkin yashaydigan, qo'rqmasdan yashaydigan, qonunda oldida hamma barobar bo'ladigan bir davlatchilikni, jamiyatni qurib ketish yo'lida kelinglar, kurashib o'lib ketaylik axir. Baribir o'lasan hammang. Hammamiz o'lamiz. Kelinglar, kurashib o'lib ketaylik. Kelinglar, avlodlarimiz oldida bir yuzimizni yorug' qilib, ular o'zimizdek qo'rqib, titrab, quldek yashamaslik uchun, dunyo bo'ylab darbadar sochilib yashamaslik uchun bu yakka hokimlikdan nozoravon qonuniy yo'l bilan xalos bo'lib, bir erkin, adolatli, qo'rqmaydigan jamiyatni, davlatchilikni barpo etishni boshlab berib ketaylik axir. Nimadan qo'rqasiz? Qancha umrimiz qoldi? 60 yoshdan o'tdik. Qani? Qani o'zingizga savol bering. Shu mamlakatdagi zulmga, zo'ravonlikka, zolimlarga, korrupsionerlarga, yolg'onchilarga, poraxo'rlarga, mamlakatning boyligini, yer osti, yer usti boyliklarini mamlakat boshqalarga berayotgan, sotayotganlarga, bu yurtni kemirayotganlarga, mamlakatni tashqi qarzga botirayotganlarga, bolalarimizga mana shunday ish o'rinlari yaratish o'rnida bu mablag'larni talon-toroj qilayotganlarga qani qarshi zulm, zolimlikka qarshi tura oldingizmi hayotingizda? Nega hamma narsani ma'lum qismingiz Xudoga havola qilasiz? Nimaga Xudoga? Xudo o'zini ishini biladi. Siz qani shu hayotga kelib qo'rqmasdan yashab, titramasdan turib, bir yetarli moddiy jihatdan qulayliklarga yashab, bolalaringizga erkin bir hayotni qoldirib ketyapsizmi? Yo'q. O'z qanday qo'rqib titrab yashayotgan bo'lsa, shunday qo'rqib yashash uchun bolalaringizga ham shu jamiyatni ravo ko'rib ketyapsiz. Men aytyapman, baribir o'lamiz, baribir o'lasanmiz.
Kelinglar kurashib o'lib ketaylik deyapman. Kelinglar kurashib erkin bolalarimiz yashaydigan jamiyatni, davlatchilikni barpo etish yo'lida kurashib o'lib ketaylik deyapman. Qanaqa odammiz axir? Ya bolalaringizga maqsadi xo'p, uy qilib bergandirsiz, uylantirgansiz, o'qitgandirsiz. Shumi maqsad hayotda? Ha o'qitgan bo'lsangiz qani ish o'rinlari? Ha o'qitganingiz bilan diplomingizni bolangiz tashlab baribir chet elga ketyapti-yu. Qanday xorzor bo'lib yuribdi? Ko'ryapsiz chet elda. Xorzorlikda yashayapti. Ko'p joylarda odam o'rniga ko'rmayapti. Kaltaklayapti, tepayapti, qamayapti, o'ltirayapti, urushga olib borayapti. Yoshlarga aytmoqchiman. Yoshlar, mana hayot sizniki. O'zbekistonda qanday tuzum barpo etishi ko'p jihatdan sizlarga bog'liq. Ota bobolaringiz qanday yashab kelganini ko'rdingiz. Qani ota bobolaringizga bir qarangchi, shular mardmi? Jasurmi? Qo'rqmas odamlarmi? Haqqini ayirib oladigan odamlarmi? Militsiya, prokuror, DXX desa titramaydigan qo'rqmas odamlarmi? Gapini hamma joyga fikrini ayta oladigan odamlarmi? Adolat uchun kurashadigan odamlarmi shu ota bobolaringiz? Mana birga yashayapsiz. Qani uning hayotiga qarang. Nima deydi sizga bularning ko'pi? Aralashma bolam deydi. Qo'y bolam uzoq yur deydi. Qo'y o'sha siyosatidan deydi. Sizga o'zinday qul hayotni ravo ko'ryapti bular. O'zi 60, 70, 80 va hokazo yil qulday qo'rqib yashab keldi titrab. Endi sizga yana shunday hayotni ravo ko'rib aralashma, qo'y bolam uzoq yur deydi. Tinch bo'l deydi. Albatta tinchlik kerak, lekin tinchlik degani erkinlikni bo'g'ish hisobiga emas-da. Kelinglar yoshlar. Mana biz maydonda turibmiz. Sizlarga mana biz oldingi qatorda turib qalqon bo'lamiz. Sizlar birlashinglar. 60 yoshdan o'tganlar. Agar biz maydonda turmasak, bolalarimiz uchun turib bermasak, bu yoshlarni darhol sindirib tashlaydi. Bu yakka hokimlik tuzumidagi bu qattol, zulmkor kuch ishlatar tuzilmalar. Kelinglar, yoshlarga qalqon bo'laylik. Shunday jamiyatni o'zimiz yashagan bir qo'rquvda yashagan jamiyatni bularga qoldirmaylik. Kelinglar. Yoshlar, biz hozir bormiz. Maydonda turibmiz. Bizdek maydonda har kuni chiqavermaydi. Biz ham ketamiz bu hayotdan. Unda yanada xor bo'lasizlar. Xarob bo'lasizlar. Hozir universitet, xususiy boshqa yoqda o'qibman deganing bilan ilm berayotgani yo'q bu, mana aytdim. Ilm olayotganing yo'q. Jahon mehnat bozorida hech qachon raqobatlasholmaysan hozir O'zbekistondagi ilm, ta'lim, bilim bilan. Men buni Fanlar akademiyasining prezidenti akademik Shavkat Ayedbov mana 7-8 kun ilgariga bergan suhbatida aniq lo'nda qilib tushuntirib qo'ydi. Bugun sanoqsiz oliy o'quv yurtlari. Shu oliy o'quv yurtlarini ta'lim bormi, ilm bormi? Shu yerdan chiqayotganlar jahon mehnat bozorida raqobatlashiladi. Hech qachon raqobatlasholmaydi. Kim u? 10 barobar olimlar himoya qilayotganlar, olimlik diplomlarini olayotganlar 10 barobarga ko'payibdi. Qani O'zbekiston cho'kib bo'ldi-yu? Qani uning? Chunki yakka hokimlik sharoitida ta'lim ham, yuqoriga aytganim bilim ham hammasi o'lib boradi.
ma'naviyati ham o'lib boradi. Shuning uchun yoshlar, birlashinglar. Mana nimadan qo'rqasizlar? Nimadan qo'rqasizlar? Mana biz Xaloskor Xalq Demokratik partiyasining belgisi dedim. Logotip. Mana Xaloskor Xalq Demokratik partiyasiga birlashish uyushishni mana bir varaqda tayyorladik. Barcha fikrlarni jamladik. Mana sizlar birlashish uchun mana 3 ta qonun moddasini keltirdik. Konstitutsiyani va siyosiy partiyalar to'g'risidagi mana qonunning mana 3 ta moddasini keltirdik. Bu sizning huquqingiz. Shunga tayanib shu partiyaga birlashing deyapmiz. Shu partiyaga birlashishga mana bu qonunga tayanasiz, konstitutsiyaga tayanasiz. Va maqsadingiz mana aytilgan. Nima maqsad? Shu partiyaga birlashib saylovlarni halol raqobatli bo'lishi, yakka hokimlik tuzumidan qonuniy asosda xalos bo'lish, korrupsiyani, nepotizmni jilovlanishi, qonun ustuvorligini ta'minlanishi, qonun oldida hammaning bir xilda teng javobgar bo'lishini ta'minlanishi, erkinlik, adolat, taraqqiyot, farovonlikni ta'minlanishi uchun mana qolaversa siz bugungi kunda siyosat meni ishim emas, siyosatga aralashmayman degan bu ongdan, psixologiyadan, tafakkurdan forig' bo'lib men faol siyosiy shaxsga aylanaman deb faol siyosiy shaxs o'z mamlakatining mustaqilligini, suverenitetini shunchalar qadrlab himoya qiladigan shaxsga aylanadiki, har qanday agressor yaqinlasha olmaydi bu vatanga, mamlakatga. Yuragi dov vermaydi. Bu yerdagi xalqning buning vatani uchun, mamlakatining mustaqilligi uchun jon beradigan o'g'lonlarni jangovar, mard, jasur millatga aylanamiz. Endi mana shu siyosiy huquqlarga, ma'mulaga qarshi chiqib sizni chaqirib, bu yerga, u partiyaga nimaga qo'shilayapsan, birlashyapsan deyuvchilar bo'lsa, ayting, mana mening huquqim, qanisan? Serjantsan, kapitansan, mayorsan, prokurorsan, DXQsan, generalsan. Mana yozib ber. Men mana shu yerdagi huquqlaringga qarshiman, shu partiyaga birlashishingga qarshiman deb yozib bersa, ketidan keladimi? Birortasi yozib bera olmaydi. O'sha aytayotganlarning o'zi ham vatan xoiniga sifatida ismi shariflari albatta kitoblarda, doskalarda, metal doskalarda yo'q. Ilgarigi suhbatimda aytganimdek yoziladi. Shu fikrlar avlodlarga singib boryapti. Mana chaqirsa, desa ayt. Mana mening huquqlarim Konstitutsiya bilan 39 bilan, moddasi bilan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bilan mening huquqlarim, partiyaga birlashish, tuzish, uyushish huquqim bergan. Sen shu huquqimga qarshimisan? Sen polkovnik, podpolkovnik, mayor, kapitan, leytenant, general. Yozib ber, mana men qarshiman, tan olmayman bu konstitutsiyaning bu moddasini. Bu siyosiy to'g'risidagi, partiyalar to'g'risidagi qonunni bu modda tan olmayman deb yozib berdingchi? Qo'l qo'yib ber, yozib dengchi? Birortasi qila olmaydi. Siz militsiyadan, prokurordan, mana ota-boboz qanaqa oyog'i titrab qaltirasa, siz shu gapni aytsangiz, xuddi shunday titraydi qalban. Qani, mana shuni tayyorladik sizga shuning uchun. Birlashing yoshlar. Biz mana maydonda turibmiz. 6 yildan beri turibmiz. Bizni ham bog'lab qo'ygan yo'q. Biz ham bu hayotdan ketamiz. Mirziyoyevlar, uning komandasi hammasi ketadi ular ham. Lekin kelinglar tuzumni. Xolis bir partiya tuzib qonuniy yo'l bilan o'zgartiraylik. Bir erkin yashanglar, farovon. Nima qilasizlar xorijga darbadar bo'lib ish qidirib? Kelinglar shu vatanning o'zida. Barcha shart-sharoitlar hozirlanadi. Qanday qonun ustuvor bo'lgan, korrupsiyadan xoli, nepotizmdan xoli davlatni, jamiyatni barpo etib
boshlagandan keyin bu muammolarning hammasi hal etiladi diyor. Endi mana biz e'lon qildik. Mana shu varaqda mana har bir xonadonga kirib borsin. So'rayapmiz, tarqatinglar. Har bir bizning huquqimiz, siyosiy huquqlarimiz. Har bir oila, xonadondagilar o'qisin, o'ylasin, tafakkur qilsin, hazm qilsin, fikr qilsin, bir-biri bilan tortishsin, maslahatlashsin. Qani partiyaga birlashmaslik bu har bir fuqaroning o'zining huquqi, daxlsiz huquqi. Muhokama qiling. Tafakkur qiling, tortishing. Ha, partiyaga birlashmaslikda o'zingiz qaror qabul qilasiz. Hech kim bu partiyaga birlashishga majbur qilmaydi. Partiyaga birlashishim, bu partiyadan chiqib ketishim ixtiyoriy. Birlashdingiz, qaysidir bosqichga kelib bu partiyaning g'oyasi, dasturi, maqsadi yoqmayaptimi, chiqib ketaverasiz, hech kim sizni ushlab turmaydi. Endi mana buni biz har bir xonadonga kirib borsin deyapmiz. O'rganinglar, tafakkur qilinglar, fikrlashinglar, tortishinglar deyapmiz. Va mana biz hozir keng miqyosli imzo yig'ishini e'lon qilganimiz yo'q. Biz avvalo mana tashkiliy qo'mita tuzamiz. Biz aytayapmizki, kim tashkiliy qo'mita a'zo bo'lishini istasa, mana to'ldirib yuboringlar mana partiyaning mana Telegram manzili. Mana bu yerda ko'k rangda Telegram manzil yozilgan. Mana bu yerda yashil rangda QR kod berilgan. Mana bu Telegram ko'k rangda tersazim havola shu manzilga tushasiz. Yo'q, buni terishga qiynaluvchilar mana QR kod orqali, havola orqali shu manzilga tushadi. Mana yuborasiz to'ldirib. Tashkiliy qo'mitaga a'zo bo'luvchilar qancha tez yuborsa, shuncha yaxshi. Biz keng miqyosli tashkiliy qo'mitani tarkibini e'lon qilib, keng miqyosli imzolar yig'ishini safarbarlikda ham e'lon qilamiz. Lekin hozir siz har bir xonadoningizda o'rganing bu varaqani. Muhokama qiling qarindosh urug'lar o'rtasida. Bu varaqa hukumatni kuch bilan, konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darib tashlashga qaratilgan yo'q, bu bizning siyosiy huquqlarimiz yozilgan bo'ldi. Ana endi mana blankani, mana meni chiqishlarimni sharhi kommentariyaga qarasangiz, birinchida yozib qo'yilibdi. O'shan shunday qilsangiz, mana kirasiz, bu blankani chiqarib olaverasiz. Bu blankani mana kompyuterlardan chiqarib olib, har biringiz 20-30 ta chiqarib tarqating. Ko'changizga, do'stlaringizga, qarindosh urug'larga, ular ham shunday chiqarib olib tarqatsin. Bu varaqa har bir xonadonga kirib borsin. O'qib ko'ringlar, tafakkur qilinglar. Kerakmi yo'qmi xulosa qilinglar. Partiyaga birlashasizmi yo'qmi qaror qabul qilinglar. Bu sizlarning huquqlaringiz. Lekin befarq bo'lmangda. Mana shuni yana aytayapman. Mana bu ko'k rangda mana havola Telegram manzil. Mana shuni tersangiz ham tushasiz. Bu Telegram faqat meniki. Mendan boshqa hech kim ocha olmaydi. Endi mana bu QR kod yashil rangda. Buni terishga qiynaluvchilar mana shu orqali ham shu manzilga tushadi. Ya'ni siz yuboradigan blanka faqat menga keladi. Faqat men ochib olalaman. Mendan boshqa hech kim
Bu Telegram manzilga kira olmaydi ham, ola olmaydi ham sizning varaqangizni. Bu varaqani mana video chiqishimda o'sha kommentariy sharhlar deganda kommentariy videoni tagida turibdi. Havola. Ana o'sha orqali bosasiz chiqarib olasiz varaqani. Bundan tashqari videoda ham turibdi. Har qanday kompyuter joyiga kirsangiz shunday chiqarib beradi. Yana bir marta aytaman. Mana bitta havola, bitta manzilga ikki xil yo'l bilan kelib tushadi mana. Ya ko'k rangda mana Telegram shuni tersangiz mening Telegram manzilimga kelib tushasiz va yuborasiz. Buni terishga qilsangiz mana QR kod. Mana shu orqali yuborasiz. Mana bu yerda aytilgan. Mana yashil QR kodda. Mana sabachka XXD pastida chiziqcha partiyasi. Ana. Endi partiya dushmanlari bo'lganmi? 6 yildan beri bor, hammasi bilib turibsiz. Mana 2 marta tuzgan partiya tuzdik, imzolar yig'dik, lekin ro'yxatdan olmadi ko'rdingiz. Partiya dushmanlari qanday ishladi? Qo'limizda yuzlab ma'lumotlar bor e'lon qilinmagan. O'sha ichki ishlarini ham qilmishlari, DXX'sini ham qilmishlarini bir qismini e'lon qilganmiz. Turibdi mana. Surati bilan, ovozi bilan, telefon raqamlari bilan, videolari bilan, kabineti bilan qanaqa partiya tuzish yo'lida qilgan qilmishlari, g'ayriqonuniy xatti-harakatlari hammasi turibdi. Bir qismini e'lon qilganmiz. Endi xuddi shunday mana yana partiya dushmanlari shunday harakat qilyapti. Mana qarang. Mana shu varaqa mana aytdim, mana Telegram manzilimiz ko'k rangda, QR kod mana yashil rangda turibdi. Manzil faqat shu, siz yuboradigan varaqani. Bu faqat Telegram faqat mening qo'limda. Faqat men ocha olaman. Faqat men qabul qila olaman. Boshqa mendan boshqa hech kim ocha olmaydi, kira olmaydi. Ana endi bular nima qilyapti partiya dushmanlari? Mana menga yuborishdi. Yuborishyapti. Mana qarang. Varaqani qo'yib, mana varaqada QR kod turibdi, yashil rangda. Bu yerda ko'k rangda Telegram manzil turibdi, lekin o'sha bular buni o'zgartira olmaydi, qila olmaydi. Mana bu tagida qo'yyapti. Mana qarangki, qo'yidagi manzilga yuboring deb, mana buni qiladi. Alot pastida yozayapti. Yo'q. Bu soxta, bu yolg'on. Mana siz yashil rangdagi QR kodga sabachka XXD pastida chiziqcha partiyasi yoki mana ko'k rangdagi manzil havola, ikkita havola bor. Buni bular o'zgartira olmaydi, qila olmaydi bu partiya dushmanlari, lekin pastiga mana bunaqa yozyapti, mana bunga yuboring deb. Yo, bu yolg'on, bu soxta. Bunday qo'shimcha tagiga yozayotgan boshqa telegramlarga yubormang. Yoshlar, xalqparvarlar, vatanparvarlar, Telegram gruppalar qilinglar. Tarqatinglar. Beringlar do'stlaringga, qarindosh urug', tanish bilishlaringga, o'qisin, ko'rsin, muhokama qilsin. Lekin bunday varaqalarni yuborish manzili faqat bitta. Mana QR kod, sabachka yashil rangdagi XXD pastida chiziqcha partiyasi yoki mana ko'k rangdagi. Endi mana bu o'shaning uchun ogoh, e'tiborli bo'lish kerak. Mana bunaqa Xaloskor xalq demokratik partiyasi degan mana bunday soxtalarga ishonmaslik kerak. Bular
ayni varaqani o'zida turibdi. QR kod bilan manzil. Undan alohida olib pastiga, yonboshiga, tagiga qo'yganlar bittasi hammasi soxta, unga ishonmang. Mana. Hammasi bitta varaqada turibdi. Uni pastiga, yonboshiga qo'yganlar hammasi partiya dushmanlarining soxta bo'lishi mumkin. Xuddi mana shunaqa. Mana. Soxta. Ana soxta. Endi mana shunday ogoh bo'lishing, biz tashkiliy qo'mita tarkibini e'lon qilishimiz kerak. Shuning uchun kim tashkiliy qo'mitaga a'zo bo'laman desa, mana yuboringlar, mana shu havola orqali, yashil QR kod orqali va yoki mana ko'k rangdagi Telegram manziliga. Ana keng miqyosli imzolar yig'ishini hozir biz e'lon qilganimiz yo'q. Hozir o'rganinglar, o'qinglar, bilinglar, tarqatinglar, hamma joyga kirib borsin. Keng miqyosli xalqimizni siyosiy oyoqqa turuvchi partiyaga birlashish uchun barcha imzolar yig'ilishini e'lon qilamiz. Tashkiliy qo'mita tarkibini e'lon qilish bilan imzolar mamlakatimiz bo'ylab siyosiy oyoqqa turib xalq shu partiyaga birlashishni vaqtini e'lon qilamiz. Ungacha hamma xonadonga kirib boribsin, bu varaqalar tarqatinglar, o'rganinglar. Tashkiliy qo'mitaga a'zo bo'luvchilar zudlik bilan yuboringlar. Mana yashil rangdagi QR kod orqali yoki ko'k rangdagi manzil orqali. Yana bir marta aytaman. 60 yoshdan o'tganlar, kelinglar. Hammamiz o'lim haq o'lamiz. Kelinglar kurashib bo'lib ketaylik. Kelinglar avlodlarimizga qo'rqmay yashaydigan, baxtli yashaydigan, erkin yashaydigan, adolat suvsiz ta'minlangan, shunday bir jamiyatni, davlatchilikni barpo qilishni boshlab berib ketaylik. Yoshlar siyosiy oyoqqa turib birlashinglar mana shu partiyaga. Qaror qabul qilinglar. Biz bu olamdan o'tib ketgandan keyin afsus qilmanglar. Hozir biz maydonda turibmiz. Sizlar uchun, siz yoshlar, siz aziz farzandlarimiz uchun mingta jonimizni ham maydonga tikib sizlarga erkin, qo'rqmay yashaydigan, o'z ona vataningizda farovon yashaydigan, baxtli hayotda yashaydigan jamiyatni, davlatchilikni barpo qilish yo'lida maydonda turibmiz. Kelinglar yoshlar, siyosiy oyoqqa turib birlashinglar. Katta yoshdagilar va yoshlar birmush bo'lib mana shu partiyani millionlab birlashib, ro'yxatdan o'tkazib, halol raqobatli saylovlarga erishib, yakka hokimlikdan xalos bo'lib, korrupsiyadan, nepotizmdan, adolatsizlikdan, erksizlikdan xoli bo'lgan shunaqa bir baxtli hayotni ta'minlaydigan jamiyatni, davlatchilikni barpo etaylik.